Xo'p. Marg'ilonga bitta jo'ja. Ha, palaxta tuxum o'rniga yoshroq jo'jadan bitta chiqarib o'rganman. Bitta jo'ja xo'roz so'raganlar. Bonusimdan qilamiz uni. Olganda mazza qilsinlar. Xo'p, Toshkentga Ilyas akaga 11 minglikni bitta bolasi ketyapti. Xo'p, Toshkentga. Xo'p, Noringa 11 minglikni Bardoy bolasi ketyapti. Qashqadaryoga Cho'lponni bitta qizdan ketyapti. Xo'p, Xivaga Bardoy Xo'razmni bolasidan ketyapti. Xo'p, Bolot akaga ikkita makon ketyapti. O'shalarni ko'rsatib o'tay sizlarga. Hop, e'tiyoz pochta qilgandan keyin, qarab qilgandan keyin bu narsani ko'rsatish imkoni bo'lmay qoladi. Cho'lponni qizlardan bittasi ketyapti mana ekan. Bu makon sotildi. Hop. Endi sen kecha urishuvding, yaxshimisan? Ha. Yaxshi. Assalomu alaykum. Tuzingmisizlar? Charchamay yuribsizlar? Tinchmisizlar? Umr melini katta bolasi. Mana ketyapti, oyog'ida travmasi bor. Jo'jachalar. Ha, sanam ketyapsan, ha? Noringa ketyapti bu. Bardoy. Sotildi. 11 minglik nevara bolasi bu. Noringa ketyapti. Hozir pochta seyrapti. Esdan chiqib qolyapti. Bardoy bolasi ketyapti. Bu Xivaga ketyapti bu. Bu o'ta yugurdak yo'ldor narsa. O ko'ziga narsa yopishib qopti. Bular bola jo'ja, yosh hali. Nolasa, boquvona qilinsa yaxshi bo'lib qoladi. Xo'p, yana jo'jalardan. Mana bu jo'jalar. Hop, sotuvda. Bu shu Buxorodan menga olganimni bolalari. Bir nafar. Mana juda katta bo'lib ketdi bu. Sal kechiganda olib kelaman deb olib kela olmadim, ozgina bitlab qolibdi shikalik. Boring, nari o'tiring. Bular 100 talik toza turklar. Bu o'sha Turkiyada 3 yil chempion bo'lgan Mustangni bolasini qisqasi o'sha Mustangning nevaralari bular. Turk. 100 talik turk jo'jalar bular. Kelish qolinsa sotilaveradi bular. Qoniga zo'r. Menga seleksiya uchun qolsa bo'ldi bitta bolasi. Hop. Sotuvga qo'yganman buni, mayli sizlarga ko'rsatib o'taman. Quvaldana qizchalari. 2020 dan quvaldana qizchalari bular. O, narsa mana shu 2020 qizi. Mana bu quvaldana qizi. Kelish qolinsa sotilaveradi bular.
Buni hamtasini bu kechaganda bitta katta tulak bilan urushdi, o'tganlar rosa yutib yurgan tulakni urushdi. Buni hoş. Tuxum yig'ilayotgan makorlar bular. Malikalar bular, malikalar. Raptor bolasi. Murod Kosmos'u qo'y ustayni liniyalardan. O'sha Raptor degan horozdan olganman, o'shaning bolasi. Hali bola jo'ja bu. Bu xudo xolasa bolaga qoldi bu. Buni xudo xolasa bola chiqarib olaman. Bir ikki yengil oyog'ini ko'ramiz. Ma'qul kelsa bola chiqib qoladi. Hamma tomonini yaxshi bilaman. O'ta yo'ldor, kaltaga ham og'ir, atleti ham og'ir. Kalta ko'tarishi juda ham kuchli. Xudo xolasa bu o'zimda bola chiqib qoladi. Mana Bardovoy bolasi bu. Buni ham kecha tulakka urushtirganmiz. O'ta yugurdak, ikki tomondan yugurib vazilab o'ynaydi. Qanotlari tuloqlari hali to'liq kelmadi. Tuloqlari hali to'liq kelmadi, qanotlarida bor. Kechagina tulakka ko'rganmiz buni ham. O'ta yugurdak. İki yondan yugurib o'ynadi. O'zi kilosi 5 kilo, 5,5 kilodan tevada urishadi, lekin 4 kilolik singari yugurib aylanib o'ynaydi. Juda ham tez, serkaltay narsa. Xo'p, endi pochtalarni tayyorlaymiz, xudo xolasa. Pochtalarni sekin-sekin chiqaramiz. Jonini sog' bo'lsin. Quraqlar tayyor. Endi video oxirida assalomu alaykum. Hammangizga sog'-salomat yuribsizlarmi, charchamayapsizlarmi? Endi mana ko'rsatgan narsalarimiz bu yerda sotilgan, sotiladigan, sotilib bo'lgan narsalarning hammasini ko'rsatib o'tdim. Ana makon xorozdan qattiq uradi. Unchuncha boqilgan xorozdan qattiq uradi bu. Bu mana tanach xorozim. Bolaga qo'shilgan. O jo'ja xorozdan kirishyapti. Qolganlari o naryoqlarda yuribdi. O yaylovlarga ketgan. O daraxtda ham yuribdi. Ishqilib o'zingizlar tinchmi? Xo'p. Yem masalasida men endi mana parranda ko'pligini hisobiga men o'zim aytayotgan yemimni men yemlarga qo'shib aralashtirib beryapman. Endi menda ko'p, yemini buni o'zimdan boqadigan bo'lsam, mazani qochirib qo'ya qoladi. Chunki arzon emas bu yem, lekin effekti o'ta ham zo'r, 100%. Faqat bu yemga qo'shimcha go'sht berib tursangiz bo'ldi. Topga olinadigan xorozlarga. Boquvda ilgini to'ldirish uchun ham bu maqsadda ham ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, endi Bolotakaga chiqaradigan makonlarimiz. Endi uni Telegram kanalimga tashlayman. Bolotakaga chiqaradigan makonlarimni. Telegramim silkasini kommentariyaga yozib qo'yaman. Silkasini qo'yib qo'yaman. Ilyosbek xorozlari seleksiya yo'llari degan kanalimiz bor. Telegram kanalimiz. Uni qolgan ma'lumotlarni polni o'sha Telegram kanalimda qo'yib boraman. Bemalol ko'rib aloqaga chiqishingiz mumkin. Hop.
Endi keyingi videolarimizda nima mavzularda qaysi kasalliklar bo'yicha ko'proq muloqot qilishimizni, sizlarga o'sha ma'lumot berishimizni xohlasanglar, bemalol kommentariyaga chiqib, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qanaqaki savollaringiz bo'lsa, o'sha savollaringiz bo'yicha iloj boricha javob beraman. Polni hammani kommentariyasini o'qib chiqaman. Hammaga javob beraman. Keyingi efirimizda, xudo xolasa, kasalliklar bo'yicha. Endi faqat parrandani ko'rsatavermaymiz. Keyingi efirimizda polni kasallik bo'yicha. Faqat o'sha kasallik qaysi kasalliklar bo'yicha qilishimiz kerak? O'shalarni yozib qoldiringlar. O'sha kasalliklar bo'yicha sizlarga keyingi safarga ma'lumot berib o'taman. Qaysi kasallik bo'yicha ko'proq xabar tushadigan bo'lsa, o'sha endi bitta efirimizda 10-15 ta kasallik to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, efirimiz juda ham cho'zilib ketadi. Shuning uchun hech bo'lmaganda har bir videoyimizda eng ko'p so'ralayotgan 2-3 ta kasallik bo'yicha ma'lumot berib o'taman. O'shuning uchun kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi kasalliklar bo'yicha sizlarga ko'proq ma'lumot kerak? Qaysi kasallik sizlarni ko'proq qiynayapti? Ana o'sha narsalar bo'yicha kommentariyaga yozib qoldirsanglar, biz javob berib boraman. Hammasiga polni podrobni tushuntirib boraman. Joyingiz sog' bo'lsin, nagalar yaxshi kunlarda ko'rishaylik.